Assalomu alaykum yaqinlarim, jigarlarim, yaxshimisizlar? Ishdagilar charchamay ishlayapsizlarmi? Damdagilar yaxshi dam olyapsizlarmi? Bugun men sizlar uchun xudo xolasa ajoyib bo'lgan, narxi ham o'zini narxida. Qimmat emas, arzon emas. O'zini narxida mehrni berib, qarab qo'yilgan ajoyib bir Damas'ni obzorni qilib bermoqchiman. Xudo xolasa men ko'p gapirib o'tirmayman. Har doimgidek videoni boshlashimizdan oldin bittadan like bosib, kommentariyani yozib, poddesh qo'yinglar yaqinlarim. Men doim xizmatinglarda bo'laman xudo xolasa. Endi Damas'ni zo'radan ko'rsat, idealnisidan ko'rsat degan yaqinlarimiz bor edi. O'shalar uchun отдельный bo'lyapti. Agarda kimda kim mana shu videoni ko'rib, Damas ishqibozlari bo'lsa yoki boshqa mashina olaman deb yurgan yaqinlarimiz uchun hammalarini Alloh o'zi nasib ro'z aylasin, niyatlarini amalga oshirsin. Bundan-da zo'r mashinalarni minishlikda Alloh o'zi nasib ro'z aylasin yaqinlarim. Xo'p, yaqinlarim, ko'p gapirib o'tirmayman. Obzorimizni boshlaydigan bo'lsak, 2025-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli top-toza Damas'imizni ko'rsatishni boshlaydigan bo'lsak, endi yangi mashinani yaqinlarim ideal haligi hamma joyini ko'rsatish shart emas, lekin bu video отдельный olingani uchun ham bir ajoyib qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Kraskalari top-toza, atiga 4000 kilometr masofani bosib o'tgan. 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlar taqib qo'yilgan xudo xolasa. Zavodskoy masa baloni. Ana zavodskoy masa? Va yaqinlarim 13 balon bilan taqib qo'yilgan ekan. Yaqinlarim o'ziniki 12 bo'ladi. Zavodskiy qattiq bo'ladi. Bu diskasi bilan 13 balon taqilgan ekan. Apshipkalariga e'tibor beradigan bo'lsak, qirilgan, chizilgan, defektli joylari yo'q. Apshipkalari ham qilib qo'yilgan ekan. Yaqinlarim, salonga endi mundoq kirib kelganingizda yaqinlarim o'zi приятный hid urib turibdi. Mashinaga qaralgani, yangiligi ham bilinib turibdi yaqinlarim. Chiqqaningizdan keyin tushkungiz kelmaydi. Endi mana uni qarang-da. Hozir men svetini yoqishga harakat qilaman. Qorong'ida bo'lib qolyapti. Yaxshi ko'rinmagan bo'lsa, ming bor uzr yaqinlarim. Kadrlarimiz. Xo'p, mana ko'rsatadigan bo'lsam, chexollarni qimmatlaridan taqib qo'yilgan ekan. Mana. Voy, buni mehkiligini qaranglar, yumshoqligini qaranglar. Bilsalaring, ko'jani usti qattiq bo'ladi, lekin bu qandaydir yumshoq ekan. Probegini agarda ko'rinsa ko'rsatib o'taman. 4000 spichkasi yonmay qolibdi, ming bor uzr yaqinlarim. Xullas, atiga 4000 yurganda bu mashinamiz. Xo'p, ko'rib baho beraverasizlar. Magnitofonlari bor, asli qimmatlaridan xo'jakalanikidan qo'yib qo'yishibdi yaqinlarim. Xo'p, o'rta qo'l. Mashina polni shuncha ekan, yaqinlarim, men hozir endi bildim. Qorong'ida yaxshi kadr chiqmayapti ekanda. Imkon qilaman, xudo xolasa yorug'da ham bir ajoyib obzorni qilib berishdi sizlar uchun yaqinlarim. Mana yopilishini ko'rdingizmi? Juqqat yopilyapti. Mana yaqinlarim ko'rsatib o'tamiz. Orqalarigacha shumka bo'lgan ekan. Mashina polni shumka. Xudo xolasa yaqinlarim. Ideal sistemada. Xullas, hamma nima qilinish kerak bo'lgan ishlar bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib qo'yilgan ekan. Keragidan ortiq qilib, yaqinlarim. Yangi mashina. Mana qaranglar. Tonirovka. Xo'p. Parolari ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik so'raydi. 13 diska balonlari bilan taqilgan. Endi motor ходовой коробка hamma yoqda ishi yo'q, lekin buni ham aytib o'tishim kerak. So'ramabsan, bilmabsan. Yaqinlarim, yangi mashina bo'lgandan keyin, конечно, hamma joyi shtik bo'ladi. Endi shu joygacha kuzatdingiz. Shu joygacha like bossiz. Esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, bitta like ni tirsillatib qo'ying. Obuna bo'lmasdan ko'pchilik ko'ryapti ekan yaqinlarim. Obunani ham urib qo'ying. Bu oppoqqina to'shog'imizni, Damas'imizni, qarab qo'yilgan Damas'imizni narxiga keladigan bo'lsak endi. Aka, narxini qancha deymiz narxini? Yaqinroq qilib aytaylik, biznikilarga xudo xolasa telefon qilib, Minarmonga bir foydali bo'lib qolsin aka. Yaqinroq qilib aytaylik, telefon qilib, mashinasi sotilib ketsin, yaxshi bir insonga. Aka, mashina siz-ku. 8200. Kami bormi yo? Kelishlar, ha? 8 pasiga bitadimi, bitmaydimi aka? Yo'q, 8.
800dan endi yaqinlarim men qilingan rasxodlarni hammasini ko'rsatdim sizlarga. Kunduzi yana bir marta kerak bo'lsa obzorni qilib beraman. Qorong'ida uncha yaxshi kadrlar chiqmadi, lekin qimmat deyishga shoshilmanglar. Qilib qo'ygan narsasini o'zi bitta rasxod qiladigan bo'lsangiz, o'zi 2000 dollardan atrofida bo'lib qoladi yaqinlar. Salondagi narxini o'zlaring bilasizlar juda ham yaxshi. Propanni aytmayman yaqinlar, propan tayyor o'rnatib qo'yilgan-ku. Bunga yaqinlarim 42 talik dizma aka. 40 talik propan balonlar o'rnatib qo'yilgan yaqinlarim. Yana nima kerak bunga? Yoqilg'isini aytib o'tish esdan chiqdi, ming bor uzr. Yorug'da yana bitta obzorni qilib beraman. Xudo xolasa. Xudo xolasa 8200 dollar kamini qilib o'tib beramiz deyishyapti. Yaqinlarim 7,5 mingga olib turib, ko'chaga olib chiqib baribir 1,5 ming 2 ming rasxod qilasiz. Bunga endi qilib qo'yilgan keragidan ortiq. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yaman yaqinlarim. Hamma kuzatuvchilarimizga bundan-da zo'r mashinalar nasib qilsin. Like bosib, podpiska qilib, kommentariyada podesha qilish esdan chiqmasin. Xudo xolasa, mana shu narsa sotilib ketgandan keyin qulluq bo'lsin deyish bizga ham nasib qilsin. Boringlarga shukr, kuninglar yaxshi o'tsin. Yana doim xizmatingizda bo'lamiz.